Bugun kitob o'qigan bilimli inson ertaga mamlakatni boshqara oladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan S Iqbol kanalida bugunning yoshlari ko'rsatuvi. Bugun biz Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab internatiga keldik. Hozir bu yerdagi yoshlarimiz uchun yaratilgan sharoitlarni ko'rib chiqamiz. Batafsil ma'lumotlarni shu maktabning direktor o'rinbosari Iroda Seyitnazarovna tomonidan bilib olamiz. Assalomu alaykum ustoz, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, maktabimizga xush kelibsiz. Rahmat. Bizga bu maktabni yaqindan tanishtira olasizmi? Albatta. Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab internati Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi 2022-yil 14-apreldagi 106-sonli prezident farmoniga asosan tashkil topgan. Bugungi kunda maktab internatimizda 456 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Hozirda bu yerda nechta pedagog ish faoliyatini yuritmoqda? Demak, bugungi kunda maktab internatimizda 45 nafar pedagog o'z faoliyatini olib bormoqda. Ulardan 41 nafari oliy toifali pedagoglar, qolganlari birinchi toifa, ikkinchi toifali pedagoglar. Bu maktabning boshqa maktablardan farqini ayta olasizmi? Albatta. Demak, maktab internatimizda yangi tashkil etilganligi bois, ya'ni o'sha 106-sonli farmonga asosan ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida tashkil etilgan maktab internati ixtisoslik fanlaridan aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashgan hisoblanadi. Bunda aniq fanlar yo'nalishida fizika, matematika, ingliz tili, tabiiy fanlar yo'nalishida biologiya, kimyo fanlari chuqurlashtirib o'qitiladi. Bundan tashqari O'zbekiston tarixi fani ham bu maktabda chuqurlashtirib o'qitiladi. Bu maktabda baholash qanday? Bunga izoh kiritib keta olasizmi? Albatta. Maktab internatida demak umumta'lim maktablaridan farqli o'laroq formativ va summativ baholash tizimida o'qitiladi o'quvchilar. Chorak yakuni bo'yicha o'quvchilar o'sha choraklik baholarni, ya'ni chorak yakuni bo'yicha sinovlarni onlayn tarzda topshiradilar. Formativ baholash esa o'quvchini kundalik oladigan bahosi, ya'ni har kungi darsga qatnashiga qarab, demak qo'yiladigan baho hisoblanadi. Maktabdagi pedagoglarning salohiyati qanday? Demak, pedagoglarimizdan 11 nafari bugungi kunda 70% ustamaga ega bo'lganlar. Ya'ni attestatsiyada qatnashib 86 va undan yuqori ballga ega bo'lib 70% ustamaga da'vogar bo'lgan, ya'ni ega bo'lgan o'qituvchilarimizning soni 11 nafar. Bundan tashqari demak maktabimizda yutuqlar bir qancha sanab o'tsak arziydigan fan olimpiadasini viloyat bosqichida 6 nafar o'quvchimiz keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Bundan tashqari maktab internatimizda til bilish darajasidagi sertifikatlar soni ham bugungi kunda ancha. Bu bo'yicha hali ko'rsatuv davomida batafsil ma'lumotga ega bo'lib olasiz. Maktabda asosiy fanlardan tashqari to'garaklar ham tashkil qilinganmi? Albatta, asosiy fanlardan, ya'ni asosiy fan to'garaklardan tashqari ham maktab internatida 5 tashabbus doirasidagi to'garaklar, badiiy, ijodiy to'garaklar ham tashkil qilingan. Lik va jurnalistika to'garagi, bundan tashqari maktab internati kutubxonachisi tomonidan tashkil etilgan yosh kitobxon to'garagi, sport to'garaklari bunga misol bo'la oladi. Undan tashqari demak fakultativ to'garaklar ham, robototexnika, shaxmat to'garaklari ham bunga demak misol bo'la oladi. O'quvchilar demak bo'sh vaqtlarini mazmunli demak darsdan keyin tashkil qilganmiz. Bir qancha tanlovlarni aytib o'tdingiz. Shu tanlovlarda g'olib bo'lgan o'quvchilar bormi? Albatta, tanlovlarda ham o'quvchilarimiz faol ishtirok etmoqdalar. Yaqindagina bo'lib o'tib ketgan o'sha ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tizimidagi maktab va maktab internatlari o'rtasida tashkil etilgan ixtirochilikka qadam tanlovida ham maktab internat o'quvchilari demak birinchi o'rinni egallab respublika bosqichiga yo'llanma oldi. O'sha kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha Jadid bobomga maktub respublika tanlovida ham maktab internatimizning 11-sinf o'quvchisi birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichida birinchi o'rinni egallab, munosib sovrinlarga, ya'ni munosib sovg'alarga ega bo'ldi. Yutuqlaringiz bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Bitiruvchilar ko'rsatkichlarini ayta olasizmi? Albatta, demak maktab internatimiz tashkil topgandan buyon 2022-yildan buyon demak bitiruvchilar oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi yilma-yil oshib bormoqda. Ya'ni 2024-2025 o'quv yilining yakuniga ko'ra bitiruvchilarimiz 100% oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ertmalarni 100 milliga ko'tarib chiqasizlar, yaxshimi? Shunda 10%, 20% ertmalar hosil bo'ladi. Keyin 100 milliga natsiyasida shunda 20% ertmalar qo'yadi.
bilan lineykani qo'lini olib, o'lchamini ol, dik turib. Hammasini bir xil ekanligini qaytadan o'lchab chiq. To'liq aradimi? Ko'taring yuzidagi aylansin turaveragan 100 milliga ko'taring suvni ol, solib. Men Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internat maktab maslahatchisi lavozimida 2 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdaman. Maktab maslahatchisi lavozimi o'zi prezident va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari maktab maslahatchisi lavozimi prezident va ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda mavjud bo'lib, asosan o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, to'g'ri yo'nalish tanlash, ularni qiziqishlaridan kelib chiqqan holda kasblarni egallashi, sertifikatlarni qo'lga kiritishda amaliy yordam berish va shuningdek xorijiy universitetlarga hujjat topshirishlarda yordam berishdan iborat. Bugungi kunda maktabimizda 452 nafar o'quvchi tahsil olayotgan bo'lsa, shundan 320 nafardan ortiq o'quvchimizda xalqaro va milliy sertifikatlar mavjud. Bular til bilish sertifikatlari va umumta'lim fanlari sertifikatlari hisoblanadi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, o'quvchilarimizni sertifikatlar egallash yoshi kundan kunga yosh darajasi yosharib boryapti. Bu degani, ya'ni avvallari 9-10, 11 sinflar sertifikatlarni qo'lga kiritishga harakat qilayotgan bo'lsa, bugungi kunda 6-sinfimizda ham, 7-8-sinflarimizda ham til bilish sertifikatlari ko'p hisoblanadi. Misol uchun 7-sinfdagi 3 ta o'quvchimizda C1 darajada va 15 ta o'quvchimizda B2 darajadagi sertifikatlar mavjud va 8-sinfimizni aytadigan bo'lsak, 72 nafar o'quvchi tahsil oladigan bo'lsa, 8-sinfimizda shundan 68 nafarida C1 va B2 darajadagi sertifikatlari bor va 8-01 sinf o'quvchilarimizni 24 nafari ham, ya'ni 100% o'quvchida til bilish, ya'ni C0, B2, C1 darajadagi sertifikatlar mavjud. Bu sertifikatlarni qo'lga kiritishda asosan shu o'quvchilarimizni va o'qituvchilarimizning tinimsiz mehnati va darslarni chuqurlashtirib o'tirilishi, bundan tashqari fan to'garaklari va fakultativ IELTS, SAT mashg'ulotlarimiz katta yordam beradi. Bu sertifikatlardan tashqari maktabimizda bunday emas. Maktabimiz bitiruvchilari O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalaridan tashqari xorijiy top universitetlarga ham ko'plab hujjat topshirishadi va ulardan qabul xatlarini qo'lga kiritishadi. Bugungi kungacha maktabimizda hozirgi kunda maktabimizda 2 nafar o'quvchimiz, bitiruvchilarimizdan 2 nafari, bittasi Angliyani 35-o'rinda turuvchi Manchester universitetida va bittasi Xitoyning 290-o'rinda turuvchi Harbin Technology universitetida o'qishlarini davom ettirishmoqda va bu o'quv yilini oladigan bo'lsak, 2025-26 o'quv yilida jami 10 nafar o'quvchimiz chet elni top universitetlaridan qabul xatlarini qo'lga kiritishdi va u yerga grant asosida o'qishni davom ettirishni rejalashtirmoqdalar. Assalomu alaykum. Mening ismim Akmalbek Alloberganov. Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internatda 11-sinf o'quvchisiman. Men hozirga qadar dunyoning bir nechta nufuzli universitetlaridan qabul xatlari olishga ulgurdim. Xususan Buyuk Britaniyaning University of Birmingham va University of Liverpooldan qabul xatlarini olgan bo'lsam, Amerikaning nufuzli universiteti hisoblangan Colorado Boulder universitetidan atigi 1% o'quvchilarga beriladigan Presidential Scholarship sohibiman. Statistika ma'lumoti beriladi. Masalan, 2025-yilda O'zbekistonda universitetda qabul qilingan o'quvchilar soni dedi. Mailslar yoki kimlar? Masalan, bizga analiz etishimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, biza o'sha doklad, report yozgan vaqtda har birini agar yozib chiqsangiz, u sizlarda analiz qilish. Keyin bizda o'sha reportlarni har xil turlari bor. Shularni gapirib bo'ladi. Bar chart, yana nima bor? Table, keyin diagrammalar beriladi. Demak, sizlar o'sha reportda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Bir shaharni xaritasi bo'lishi mumkin. 10 yilga oldin ko'rinishi o'rganishlar ham solishtiriladi bilan report hisoblanadi. Demak, turlarini danishib oldilar. Map, table, file. Narsa necha daqiqada yozish kerak? 20 daqiqada. 20, lekin iloji boricha 15 ta yozib qo'yamiz. 15 minutni yozsangiz, 40 minut tasdiqga yozsangiz, keyin esa qalan vaqtingizni
Reading degan narsa bor, ularni aytib boratamiz. Demak, umumiy nima tushunchaga ega bo'ldingizmi? Tasmani yozishda umumiy. Hi everyone, we are students of 801. Our study trip started with small steps like practicing reading, listening, and writing letters, and also speaking with AI. During this preparation, we studied hard. Our teachers are Mrs. Dilnaza and Mrs. Makhoza teachers. They supported us and believed in us. This is why we would like to say a big thanks to our teachers. Thank you for appreciating us. Hello everyone, my name is Atanazaro Mahinur and I'm proud to be studying here in our first specialized boarding school. There are many facilities for students like us, and in English classes we study English and only speak in English, where we have achieved many achievements like fully gaining CFR certificates. We have B1s, B2s and C1s of course, and I personally have my own C1. Yakubova Dilnoza birinchi son ixtisoslashtirilgan maktabda ingliz tili fanidan dars beraman. Hozirda o'quvchilaringiz bilan eng katta erishgan yutug'ingiz qaysi? Xo'sh, yutuqlarim haqida gapiradigan bo'lsak, ular juda ham ko'p, lekin eng asosiylaridan biri men o'zimni sinfim, ya'ni 801 sinf guruh rahbariman va men o'sha sinfni 5-sinfdayoq ingliz tili fanidan dars beraman. O'sha paytlardanoq men ularni ingliz tiliga bo'lgan qiziqishlarini, iste'dodlarini sezganman va shu paytda biz sinfimiz bilan birga oldimizga maqsad qo'yganmiz, ya'ni ingliz tilini chuqur o'rganib, yuqori darajalarga erishishni va biz o'ylaymanki, o'sha maqsadga erishdik, ya'ni o'sha 24 ta o'quvchim ham sinfimdagi barchasi 100% sertifikatga, ya'ni til sertifikatiga ega bo'lishdilar va ular orasida nafaqat B2, B1, balki C1 darajadagi sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilar ham bor. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Ko'plab yutuqlarga erishdik dedingiz. Yutuqlarga erishishda maktab sizga qanday sharoitlar yaratib berdi? Xo'sh, sharoitlar bisyor. Albatta, hozirgi kunda barcha yoshlarimiz uchun prezidentimiz tomonidan har xil sharoitlar yaratilgan zamonaviy maktablar. Bizning maktabimiz ham o'sha zamonaviy maktablardan biri bo'lib, o'quv xonalari har xil sharoitlar bilan jihozlangan. Sinfxonalarimiz zamonaviy tarzda jihozlangan. Ixtisoslashtirilgan maktablarda ona tili adabiyot fanlari sifati qay darajada? Bugungi kunda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasamiz ta'lim sifati ona tili adabiyot fanlarining o'qitilishi alohida ahamiyatga ega. Chunki bu fanlar orqali o'quvchining dunyoqarashi, fikrlashi, o'z fikrini erkin va ravon bayon eta olishi shakllanadi. Bu fan orqali ona tili adabiyot darslari nafaqat bilim berish, balki o'z fikrini erkin bayon qila oladigan yoshlar bo'lib yetishishlarida ona tili adabiyot fanlari o'qituvchilarining hissasi katta deb o'ylayman. Chunki ertamiz egalari, umidimiz yulduzlari, qalb ardog'imiz, ko'z qarog'imiz bo'lib o'sib kelayotgan yosh avlod ma'naviyat me'mori sifatida biz o'zimizni ancha burchli his qilishimiz kerak. Bugungi kunda o'qituvchi faqat dars beruvchi emas, balki motivator, yo'naltiruvchi, tarbiyalovchi hamdir. O'qituvchi bugungi kunda o'quvchini kitobxon qilish uchun albatta o'zi ham kitobxon bo'lishi, o'quvchiga shaxsiy namuna ko'rsata olishi lozim. Adabiyot darslarida ayniqsa asar voqealarini his qilib o'qish, asar qahramonlarining taqdiriga befarq bo'lmaslik, bu voqealarni hayot bilan bog'lay olish alohida ahamiyatga ega. Maktab yoshlarini kitobxonlikka qiziqtirish qay darajada? Bugungi kunda kitobxonlikka davlat miqyosida e'tibor berilmoqda. Misol uchun faxr bilan aytishimiz mumkin, O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo rahbarlik qilayotgan Jadid gazetasi tomonidan butun respublikamiz bo'yicha Jadid bobomga maktub tanlovi e'lon qilingan. Biz ushbu insho tanlovda butun respublikamizdan yig'ilgan 40 mingga yaqin insholar ichidan maktabimiz birinchi o'rinni egalladi va buning uchun o'quvchining o'ziga 5 million so'm pul mukofoti va eng faxr bilan aytadiganimiz, maktabimizga mana shu ko'rib turganingiz 1000 ta kitob maktab o'quvchilarimizga, maktabimiz kitoblar fondiga sovg'a qilindi. Qolaversa, yosh kitobxon respublika ko'rik tanlovining shahar bosqichida o'quvchilarimiz birinchi o'rinni oldi. Buni ham maktabimizdagi ona tili adabiyot fanlarining o'qitilishi samaradorligi deyishimiz mumkin. Bu yutuqlarga maktab qanday sharoitlar yaratib berdi? Albatta, o'quvchining o'zi bilan mustaqil ishlash, to'garaklar faoliyati, o'quvchilarning o'zi
iqtidoridan kelib chiqqan holda ta'tillar uchun maxsus adabiyotlar berib yuborilishi, ana shunday yaxshi sharoitlarda o'quvchilarimiz o'qib, o'z ustlarida ishlab, ana shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun nimalar muhim deb o'ylaysiz? Muvaffaqiyatga erishish yo'lida albatta odam ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu qiyinchiliklarga duch kelgan paytda u yiqilsa-da harakatda davom etishi, atrofidagi odamlar unga nisbatan yomon gaplarni, uni ranjitadigan so'zlarni aytsa-da boshqalar gapiga e'tibor bermasdan o'z yo'lida davom etishi muhim deb o'ylayman. Oxirgi marta qaysi asarni juda ham yaxshi ko'rib o'qidingiz? O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asarini kecha tamomladim. Bu asarda har kimga ham ishonavermaslikni, har kim biz o'ylagandek odam bo'lib chiqmasligini o'rgandim. Agar sizga o'qigan asarlaringiz orasidagi qahramonlardan biri bilan uchrashish imkoniyati bo'lsa, aynan qaysi qahramon bilan uchrashardingiz? Agar menga bunday imkoniyat berilganda, bunaqa uchrashishni xohlaydigan qahramonlarni sanab sanog'iga yetib bo'lmasdi. Biroq men bittasini tanlaydigan bo'lganimda Gulchehrani tanlardim. U juda aqlli, odobli qiz bo'lganligi, ishonuvchanligi tufayli pand yeganligidan xafa bo'lmasligini unga tasalli bergan bo'lardim. Shu paytgacha kitobxonlik bo'yicha qanday tanlovlarda ishtirok etgansiz? Kitobxonlik bo'yicha juda ko'p tanlovlar bor. Masalan, maktabimizda ham har hafta har xil tanlovlar bo'lib o'tadi. Masalan, yosh kitobxon tanlovida shahar bosqichida birinchi o'rinni oldim. Bu yutuqlarga erishishda sizga kim ko'proq yordam berdi? Bu yutuqlarga erishishda mening kutubxonachim, ona tili adabiyot ustozlarim, o'zimni boshqa ustozlarim, ota-onam katta hissa qo'shgan deb o'ylayman. Bu nafaqat mening, balki ularning ham yutuqi degan fikrdaman. Bugun biz nafaqat maktab hayoti bilan tanishdik, balki orzu, bilim va mehnat bir joyga jamlanganda qanday natijaga aylanishini ham guvohi bo'ldik. Bu yerda har bir o'quvchining kelajagi uchun poydevor qo'yilmoqda. Biz bilan qoling, chunki bugunning yoshlari ertangi yutuqlarning boshlanishi. Ko'rishguncha.